Assalomu alaykum azizlar. Biz yana Yakkasaroy tumani Viberskiga kelganmiz. Shunaqa chiroyli hovlimizni birgalikda sizlar bilan obzorini qilamiz. Ketdi, yo'lini qaranglar aka. Uyimiz 3 sotuv maydonga tushgan. Uyimizning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 6 xonadan iborat. Gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol to'rtta mashina sig'dirsanglar ham bo'ladi. Bu yerga pastga ham hovli solib qo'yishdi, chiroyli qilib. Bitta ko'rib chiqamiz, kelinglar. Bu yoqda o'zini yozgi oshxonalarni ham qilib qo'yishibdi. Akalar, remankalarni ko'rib chiqamiz, ketdi. Mana kirishimiz bilan mana kattagina bitta xona qilib qo'yishibdi. Mehmonlarga kelganda zalt foydalansanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, bu yoqqa kelishimiz bilan bitta o'zini sanuzili bor ekan. Yoqqa kirishimiz bilan bu menimcha Ispaniya qilingan, lekin juda ham chiroyli qilib qo'yildi. Kattagina har bir xonani o'zini istadigan pultlari ham bor ekan. O'zingiz groupga qilib turaverasiz. To'pli pul asosida sida hamma uylarimiz. Xo'p, ketdi akalar. Oshxonamizga mana ko'chadan bu yoqdan ham qo'ldan ham kirsangiz bo'ladi, yo'lidan ham kirsangiz bo'ladi aka. Biz bu yoqdan kirib ko'ramiz aka. Ketdi. Bismillah. Xo'p akalar, mana kafirlarni qilib ketishib tayyor qilib. Juda ham chiroyli. Xo'p akalar, oshxonadan shundoq chiqishimiz bilan ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Oynalarga e'tibor bering. Biz tushadiganlarni oynadan qilishgan ekan. Zinalardan chiqishimiz bilan birinchi xonamiz juda ham kattagina, chiroyligina. Xo'p, bu yerda qarang, qo'shimchasiga radiator ham tashlab ketilgan ekan. O'zini alohida garderobi ham bor ekan. Sanuzeli ham bor ekan. Ikkinchi qavat uchun alohida sanuzel. Hop. Bitta zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Shuni yoniga ham xonamiz, zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Hop, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin hop, bolalar xonasi. Tashqariga qaragan oynasi ham bor ekan. Juda ham chiroyli. Hop, endi sizlar bilan pastga tushib, podval qismini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Hop. Podvalga tushishimiz bilan birinchi xonamiz. Bittadan xona qilib foydalansanglar, bolalar uchun xona qilib bersanglar ham bo'ladi. Podval uchun sanuzel qilib ketilgan ekan. Endi keyingi xonamizga kiramiz. Bitta o'rtoqlaringiz kelganda to'g'ri shu yerga olib tushib ketsangiz ham bo'ladi. Bitta zal zo'r qilingan ekan bu yerda, gap bo'lishi mumkin emas. Hovlimizga qilingan vremenkan tegi podval ekan. Sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Katyolxona. Uyimizning yuragi katyolxona qilingan ekan. Smartni narsalardan ishlatilgan. Ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, okalar, xalodli xona qilingan ekan bu yerda. Bitta xohlasanglar har xil narsadan foydalansanglar bo'ladi bemalol. Bu yerda ham shunaqa xalodli xona qilib ketilgan ekan, ko'rasiz. Yo'ldan kirganinglarda yana alohida bitta xona qilib ketishgan ekan. Marhamat, kiring. Mehmonlar yonda bitta o'zini sanuzeli dushi bor ekan. Menga yoqqan tomoni, ya'ni yo'ldan kirishingiz bilan ko'chadan kirganingizdan keyin alohida xona qilib ketishgan ekan. Ya'ni erkaklar, o'rtoqlar, ya'ni erkak kishilar kelganida shu yerga joylashib olishadi. Ya'ni nariyoqqa o'tishmaydi umuman, ayol kishilar yurgan tomonga o'tishmaydi. Shu joy yoqdi menga bu uchastkani. Gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, uyimizning fasad qismi juda ham chiroyli qurilgan ekan. Darvozalarimiz ham juda ham sifatli. Ya'ni tashqaridan ovoz ichkariga, ichkaridan ovoz tashqariga umuman eshitilmas ekan. Hammamizga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Ota-onalarimizni, ahli oilalarimizni xursand qilib yuraylik. Sog'liq qilaylik. Baraka qilaylik, aka. Rahmat kattakon. Rahmat.